men rahmat aytishdan ko'ra uzr so'ragan bo'lardim. Bu bola otasiga o'xshamabdi degan. O'sha gap menga qattiq tegan. Men ota-onalardan iltimos qilib so'rardim. Juda iltimos. Hattoki xuddi shu iltimos o'zimga tegishli deydi bilaman. Endi zamonasiga qarab bo'lyapti shekilli. Bitta meni o'yimda emas, bu hammani o'yida bo'lyapti-yu deyman. Buni normal qabul qilgansiz. Endi qabul ham qilaman-da, tan nevaralarimdan qo'rqaman. Hech kim so'ramagan ekan bu savolni oldin. Qaysi savolni? Men ham o'ylab ko'rmagan ekanman. Ona ota o'zi tarbiyali bo'lsa, to'g'ri yo'lda yurgan bo'lsa, bolalari juda chiroyli bola farzand bo'ladi. Umidjon Sheralijonoyev qaysi ashulasini yaxshi ko'rasan dedi. Nega desam, shu sexga peshkom borib kelasan dedilar-da. Tanqidli bo'lgan, nimaga yubording o'g'lingni, nima qiladi, nima qilyapti, qaysi o'qishda o'qiyapti degan. Endi o'qimagan odamga tushuntira olmaysan uni. Endi sen farzandlaringni bunaqa qilyapsanmi desa, yo'q. Hozircha qila olmayapman. Ya'ni bu tarafini qila olmayapman. Yo'q deya olmaganlar menga-da. Hozir anaqa 3 ta misol beraman deganlar. Shuni ishlab kelsa, mayli olib qolaman deganlar. Lekin sharti shu. Nega 1 kilometr yana yuraman desam, maqsad ustozlarning ko'rmasligi deganlar. Umidjon, bozorga chiqasanmi yoki o'qiysanmi deganlarida men ham qiziqqanman, chunki pul topa olmadim, qo'limga pul kelyapti. Bozorga chiqaman deganman. Indamaganlar. Bir ayol sizlar nega hajga bormaysizlar? Hajga bormaysizlarmi? Sizlarga haj farz degan. Menga. Keyin men aytganmanki, "Voy, shu yerda hajimiz ko'p-ku" deganman. Agar shunaqa yolg'on gapirsang deganlar, 10 ta bo'lsa ham voz kechaman deganlar. Menga hech qanaqa ruxsat bermaysiz deb qo'rqardim. Hayron qolasizlar agar momodan ko'rib qolsanglar, bu ota o'g'il emas deyishinglar mumkin. Do'stday. Chunki har doim shunaqa bo'lib kelgan. Turmush o'rtog'im bilan borganman-da, keyin ketib qolganman-da, keyin jiz etgani shu ekan, yana qaytib borganman. Otajon, onajon, rozi bo'ling. Bog'bon. U mehr bilan nihol ekkan, sabr bilan parvarishlagan va hosil ko'rgan inson. Ha, to'ppa-to'g'ri. Bugun siz bilan biz ham bir bog'bonga nazar solamiz. Ammo u yerda emas, yurakda nihol ekkan, mehr bilan sug'organ, halollikda farzand tarbiyalagan bir onaning hayot bog'idagi bog'bon. Qunduz opa, studiyamizda xush ko'rdik sizni. Tashrifingiz uchun, yo'q demaganingiz uchun kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Suhbatni eng avval o'zingizni bolalik chog'laringizdan boshlasak, ozgina o'zingiz haqingizda va bolalik haqida. Ishchi oilasida tug'ilganman. 3 ta o'g'ildan keyin tug'ilgan qizman. Mendan keyin ukam, singlim bor. Ona otam o'qimagan bo'lishganligi bilan niyat qilishgan farzandlari o'qimishli bo'lishini. Endi ular otam urushda qatnashgan, bo'lganlar qiyinchilikda o'sishgan. Maktablarda onam 4-sinfni, otam 7-sinfni bitirgan paytligi bo'lgan, urush davri bo'lgan, qiyinchilik bo'lgan. Urushga ketganlar, urushdan kelib o'ylanib turmush qurgan bo'lsalar, xo'sh, bulardan 3 ta o'g'ildan keyin tug'ilgan qizman. Qiz tug'ilganiga o'g'ildan keyin rosa xursand bo'lishgan. Singlim ukam bo'lsa ham oilada erka deb erkalikni aytmayman, lekin o'sha oilada xursandchilikda ko'p narsani onamizdan, otamizdan, o'sha otamga qiyinchilikni gapirib berishganligi uchun onam shunaqa sabrli bo'lib, 4 ta o'g'il, 2 ta qizni voyaga yetkazishgan, qiyinchilikni, mehnatni og'iri ularda bo'lgan. Unchalik bizni onam otamdagi qiyinchilikda emas, Xudoga shukr, yaxshi hayotda, tinchlik zamonda yashayapmiz. Xursandman. Hayotimdan hech qachon nolimayman. Chunki o'sha paytda biz yashayotgan davrda ham otam bitta o'zlari ishlasalar ham shu 6 ta bolani juda chiroyli, hamma narsamiz
yetarli bo'lganda. Yog'ini so'rasangiz, mehnatni qiyinini otam qilgan ekanlar, onam qilgan ekanlar. Biz u paytda shuni qadrini bilmaganmiz. Bolaligimizda. Hozir shu davrga kelib, otam bilan onamni ko'p gapiraman. Bir xil paytda o'g'lim so'rab qo'ysa, "Sen meni yoshimga yetganingda bilasan" deyman. O'sha maktabda yaxshi o'qib, o'zimizni kuchimiz bilan insga kirganmiz. Alhamdulillah, inslarni bitirib ishladik, turmushga chiqdik. Turmush o'rtog'im o'zimiz sinfdoshim bo'lganlar. Men 3 ta o'g'ildan keyin tug'ilgan qiz bo'lsam, ular 3 ta qizdan keyin tug'ilgan o'g'illar. Familiyamiz ham, ismimiz ham bir-biriga mosroq. Ismlari nima ularni? Qudratilla. Meniki Qunduz bo'lsa, ularniki Qudratilla. Meniki Hoji Muhammedov edi, ularniki Eshmuhammedov edi. Familiyamiz ham bunda turardi. Taqdir. Maktabdan boshlanganmi? Maktabdan biz bir-birimizni anaqa bilib, sinab turmush qurganmiz. Lekin ota-onam hammamizni shunaqa o'zi yoqtirgan odamga o'ylantirganlar, yoqtirgan, tanigan, bilgan odamga berishgan. Bundan qarshilik bo'lgan emas hech qaysimizda. Institutda ham birga o'qiganmisizlar? Yo'q. Ular boshqa sohada. Ular Milliy universitetda tanlaganlar, men neft gazga topshirgan bo'lganman. Lekin institutimiz bitta joyda edi. Fakultet anaqalar boshqa bo'lgan bilan institut bitta joyda edi. Yoshlikda hamma qatori sho'x bo'lganman desam, unchalik to'g'ri bo'lmasdi deb bilaman. Sababi ulardan ancha sal ko'proq sho'x bo'lganman nazarimda. Chunki tog'alarim sho'x bo'lgan, o'shalardan yuqqan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin bitta yaxshi tarafi baholarim hamisha 5 bo'lgan. Ya'niki, kinoda aytadi-ku, g'isht terishga kim desa men deydi, keyin palonchiga kim desa men deydi-ku. O'shanda o'zimni ko'raman, chunki qatnashmagan narsam qolmagan. Ko'p narsaga qatnashganman. Xuddi shunaqa baholarim tushib ketsa bo'lmasdi. Uydagilarga ota-onam har doim tekshirishardi bahoing qanaqa deb. O'shaning uchun maktabni ham, universitetni ham Qizilga bitirganman. Talabchan bo'lishgan. Juda. Ota-onangiz berishgan tarbiyada sizga eng ko'p ta'sir qilgan jihat? Otamlarni eng yaxshi odatlari yolg'on gapirgan odamni kechirmasdilar. Yolg'on gapirmagandirdilar, samimiy bo'lgandirdilar. To'g'risini aytgan, bizni yolg'on gapirsak, qanaqa shunaqangi qo'rquvda turadi, sen yolg'on gapirsang, o'zi ko'zing bilan pirillatib bildirib qo'yasan. To'g'risini aytvergan dardilar. Shu xislatlarni hozir men ko'proq bolalarimga aytaman. Yolg'on baribir misi chiqadi. Undan to'g'risini aytgan yaxshiroq. Shu xislatlarni, otamdagi xislatlarini hurmat qilaman. Onamlar pazanda bo'lganlar, juda pazanda, shunaqa chaqqon, ayol bo'lganlar. Yaxshiyam onam ko'p narsani o'rgatganlari uchun men turmushga chiqqanda qiynaldim. Bilmayman, buni qanaqa qiladi degan savollarni bermaganman. Yosh turmushga chiqqanmiz, birinchi kursdalikda. Lekin shu savollarni men bermaganman. Buni men bilmayman, qanaqa qiladi degan. Onamni shu xislatlarini pazanda chaqqon bo'lib, talabchan bo'lgan xislatlarini hurmat qilaman, lekin talabchan edilar. Haqiqatda hamma narsa o'z vaqtida bo'lishi kerak edi. Talabchan ayol bo'lganlar, pazanda bo'lganlar, to'g'ri so'z. Siz ham hozir farzandlaringizga shu xuddi onangizdek tarbiyachimsiz, nima deb o'ylaysiz? Xo'jayinim ko'p aytadilar. Qariganda baribir onaga tortib ketarkan inson. Ko'p xislatlaringni oyimlarga o'xshatyapman deydilar. Qaynona. Turmush o'rtog'im. Turmush o'rtog'im. Endi tasavvur qiling. 19 yoshingizda turmush qursangiz, bolalik paytingiz, davringiz bo'lgan. O paytda. Lekin o'sha bolalik davrimda ham onam meni ko'p narsaga o'rgatgan ekanlar. Bitta mening singlim ham, aka-ukalarim ham bizda qilinadigan vazifa ishligi taqsimlangan edi. Shunaqa tarbiya berganlar, o'g'il bolalarni ham ishini mana shu akalarim ham ovqat qilishlarni, hamma yumushlarga qarashib, hamma yumushlarni qilishga o'rgatishgan.
unaqa qilmaydigan kecha bu savolni menga nevaralarim berishuvdi. Ota tog'am ham ovqat qilishni bilolmadi. Bizda qondan nasldan o'tgan bo'lsa kerak. Ukam kenja bo'lgan-ku, shu ham yaxshi chiroyli shirin ovqat qiladi. Hatto ovqat qilishgacha taqsimlangan. Men ko'proq kecha kuldirdim. Men ko'proq 3-okamlardan o'rganganman. Desam, ular powerlar deydi. U paytda power bo'lmaganlar ukam. Menga dars berganlarida. Keyin soha power bo'lgan-ku deyman. Lekin akalarimga ham odamlar qattiq o'tirdi. Privatniy bo'lganlar bir hafta ketib, bir hafta yo'l kam bo'lardilar. Lekin 4 o'g'illar onam juda tarbiyalagan ekanlar-da. 4 o'g'il sho'x bo'lgan payti bo'lgan-ku, davr bo'lgan-ku. Ular sho'x bo'lishgan akalarim. Shuni chiroyli tarbiyalab, yedirib, ichirib, hamma narsani joy-joyiga qo'ygan onam bo'lganlar. Mashalloh. Ilmga qanaqa qaratganlar ular? Ularning ilmga munosabatlari qanaqa bo'lgan o'zi? Onamga o'qishmagan o'zi, o'qiganga havas qilishgan. Havas bo'lgan. Berishgan shuning uchun. Sharoitni qarang. U paytda repetitor degan narsalar bizning davrda yo'q edi-da. Bizani onalar o'qimaganligi uchun qo'limizdan institutga ushlab borishmagan. Qaysi sohaga kirasan deyishmagan. Mana o'zi uyda birinchi men kirganman, 3 akam o'qimaganlar. Bittaligi powerlikni, bittaligi magazinchilikka, katta akam shoferlikka, hunarga ketishgan. Endi otam ham ularni majbur qilmaganlarki, chunki onamgili o'qimagan bo'lganligi uchun o'zligi vaqtligi bo'lib unga darslarni anaqa qilmaganligi uchun o'zligini tanlagan sohaligiga yo'naltirishgan. Sho'x bolalar bo'lishganda. Endi men maktabda yaxshi o'qiganligim uchunmi onam o'qishga kirsang o'qitaman deganlar. Institutga kirgandan keyin taqdir taqozo sovchilar qizli uyga keladi-ku. Shunaqa bo'lgandan keyin onamlar endi qo'yishmagan sovchilar deganga xo'jayinimlar voy uzatib yuboradi deganlar, bularni ham vaqtli o'ylantirishgan. Bular ham 3 ta qizni uzatib bo'lishgan bo'lgan, dastyor bo'lmaganda. O'qitamiz deb olishgan. Turmushga chiqqanman, lekin mana bosh qorong'i bu etaplarda bormayman desam, qaynonam xudo rahmat qilgur, sizni o'qitaman deb olganman. Bolam, siz o'qishga bormasangiz, bular yuborishmadi deyishadi deb yordamlashgan, bolalarimga qarashishgan, xudoga shukr. Bolalarimni boqishib, yaxshi. O'zi aytishadi-yu, eng baxtli turmush nikohda berilgan va'dalarga amal qilingan turmush deb. Shu va'dalarga hatto turmush o'rtog'ingizdan tashqari qaynona qaynotangiz ham amal qilishgan ekan. Bizlarni qaynona qaynotamiz o'sha paytda ko'pchilik namoz o'qishmasdi. Ko'pchilik namozdan bexabar, o'zimizdan bilmaganmiz. Qaynotam, qaynonam namoz o'qiganligi uchun oilada tarbiya juda boshqacha bo'lgan. Tarbiya juda boshqacha bo'lgan. Birov kelganda masalan oddiy misolda endi buni anaqa qilib gapiraman. Chiroyli kutib olishi, kelgan odam bilan chiroyli so'rashib, chiroyli kutib olishi, chiroyli muomala qilishi, odob yuzasidan kelinlik vazifangizni, kelinlar qanaqa vazifada bo'ladi, bolam, mendan xafa bo'lmang. Men kelinlik vazifasiga men hamma ishni tayyorlaganimiz bilan birovni uyiga tushgan qiz dovdirab qoladi-ku. O'tda sharoitini bilmaydi, o'tdagi turmush qanaqaligini bilmaydi, boshqa muhitga tushadi. Qaynona, qaynotam turmushga chiqib, o'sha kelin bo'lgan xonadonda 3 ta qizga almashgan qizimsiz. Men sizni qizimdek qabul qildim deganlar qaynotamlar. 3 ta qiz ketdi endi, ularni uyi, oilasi boshqa. Shu endi qizlarim sizga opa bo'ladi. Siz kenja qiz bo'lasiz. Shularni juda chiroyli kutib oling. Kelganda xursand bo'lib ketishsin. O'shalarni chiroyli kutib olib, xuddi opa singildek bo'lsangiz, men juda xursand bo'laman. Men sizni qizimdek qabul qildim deganlar. Men bunga faxrlanganman, chunki menda 3 ta aka edi-ku, opalar yo'q edi-ku. Shunaqa xursand bo'lganman. Haqiqatda o'sha qaynotamlar qizimdek qabul qildim sizni deganlarning o'zida bitta xursand bo'lganman. Keyin opalar bo'lganiga undan xursand bo'lganman. Hali opa singildek nima dardingiz bo'lsa, nima maslahatingiz bo'lsa, bemalol gaplashganman ular bilan. Bemalol gaplashib, bemalol
fikrlashib bir birimizdanikida xuddi jigarlardek bo'lib ketganmiz. Shu birinchi sizga bergan shu reaksiyaligi deb aytsak shuni, ham sizga rag'bat, ham sizga mehr, ham mas'uliyat ham Mas'uliyat. o'z o'rnida yuklagan ekanda. Shunaqa Bu narsa menimcha juda katta ahamiyatga ega bo'lsa kerak hozirgi kunda ham. Ha, hozirgi kunda ham juda ahamiyatli. Endi qarang, o'sha qaynotamni mehrlilarini men o'la-o'lgunimcha esimdan chiqarmasam kerak. Nega desangiz, uyda oilada biza kelin bo'lib tushgan paytimizda keldi-ketdilar ko'p. Juda hamma bir-biriga mehrli, oqibatli, o'zimga o'xshab qaynagachim ham to'g'riga tushganlar. Ular ko'p qaynanalar bilan chiqqanlar, bolalar chiqadi, kelinman, xizmat qilaman, halidagi boshim qorong'i, bir nimalarni O'qish bu yoqda. deb shunaqa qilgan paytda qaynotamlar, xudo rahmat qilgur, alohida bozor qilib derazamga Qunduzxon, siz bolalar bilan yog'madingiz. Yegiz kelganda bemalol mana xil mevalardan yeng deb derazaga qo'yganlar. Mashalloh. Yangi kelinligimda. Keyin men buni endi kelinsiz, yoshsiz, aqlingiz ko'p narsaga yetmaydi. Onamlarga aytganman. Endi men xursandchilikdan aytganman. Boladek quvonib. Boladek quvonib. Onamlardan dakki yeyishni bilmaganman. Dakki yeyishni bilmaganman. Xursand bo'lib, mana shunaqa qaynotamlar menga bozorlar qilib, hamma narsalar olib kelib, derazamga o'sha yerda uyingizda o'zingiz yeng deb aytdilar desam, onamlar urishganlar. Ikkinchi olib tushib tepada uyda yemagin. Pastga olib tushib, hamma bilan birga o'sha narsani artib, hamma bilan birga yegin bolam. Bu uyda ovqatlangan o'g'ri tomog'iga kirib qoladi. Sen ertaga farzandli bo'lsang, qarang, o'sha homilador paytimda aytibdilar. Onam, mana shu nimalarni hurmat boy aytyapsiz, qaysi nimalar esingizda qoladi deb. Onam, bolam deganlar, uni yegim kelyapti, buni yegim kelyapti deb bosh qorong'ida aytmagin. Ering student, qaynotang bitta o'zlari ishlaydilar. Yegin kelsa, hamma qo'lingni tishlab qo'ygin, bolang sabrli bo'ladi. Mashalloh. Bolang sabrli bo'ladi deganlar. Bu gaplari esda qolganmi endi? Ha deganman. Keyin olib tushganman, hali onam aytganlarni gaplariga kirib, uyalib olib tushganman. O'sha narsani bir kun turgan o'yimda, uyim yaqin, har kuni kiraman, chiqaman-ku. Keyin tushib aytganman. Mana bitta hammamiz birga yeymiz, bitta o'zim yeyolmayman deganman. Onam urishdilar deyolmaganman. Shuni olib tushib, hamma bilan birga yeganmiz. Keyin shu bolali bo'lganimda ham tan onamlarning bitta fikrlari, emizayotganingda og'zingga ovqat solmagin. Yeb chaynab emizmagin. Men qoning och bo'lsa, baxtliroq harakatingni qilib ovqatlangin. Emizgan odamning qoni tez-tez ochadi. Yoki bo'lmasa, emiz bo'lgandan keyin choy ichishga hamma bilan birga odatlangin. Lekin bunga meni qaynonam juda yaxshi ahamiyat berishardi. Emizguli odam nima yeyish kerak, nima ichish kerak, qanaqa bo'lish kerak, hammasini o'sha yosh bo'lsa-ham o'rgatishardi. Bo'lmasa menga gapirish olmasa, xo'jayinimga gapirardilar. Men ularni 90 boy derdim. Qatdan bilan shuncha narsani derdim. Qarang, o'sha paytda men orqali xo'jayinimga aytishganligini bilmasdim-da, tushunmasdim. Ular sekin xo'jayinimga aytib, tushuntirib, qoida bilan gapirishardi. Juda chiroyli gapirishardi. Anaqa bilan gapirishmasdi. Maslahatni chiroyli berishardi, lekin chiroyli qabul qilardim men ham. Unaqa edi, bunaqa edi deb anaqaga bormaganmiz. Fikrga hozirgi yoshlarda ko'proq fikr maslahat berishadi-ku kattalarga. Institutda o'qib yurgan paytimda ham, o'sha institutga ketayotgan paytimda ham qaynotamlar 2 qadam xotin kishi orqada yuradi. Siz eringiz bilan barobar ko'chaga chiqmang dedilar.
Tarbiyani qarang. U paytda unaqa emas edi. Hamma bir-birini qo'lidan ushlab yurishadigan payt, sumkalarni ko'tarib yurishadigan payt edi. Islomni hech kim ko'plab tushunmasdi, boshida ro'mol ham bo'lmasdi. Ro'mol ham boshida yo'q edi unda. Lekin mana qaynotamlar, Xudo rahmat qilgur, mana bitta ko'ylak kiyib, atlas ko'ylak kiyib chiqqanda bunaqa ketmang, ustingizga bitta narsa kiyib oling deganlar. Mashalloh. O'sha yozgi kuni atlasda sintetik koftani kiyib olib chiqib ketganman. Kimga ko'proq qattiqqo'l bo'lishardi? Qiz bolagami, opalaringizgami yoki o'g'il bolaga? Bunga ham ahamiyat qaratgansiz? Qaratganman. Bu mani o'zimning tajribamdan odamlar opalarim bilan, singlim bilan yaxshi bo'lishgan, lekin onamlar menga qattiqroq bo'lganlar. Odamlar bilan faqat qo'rqib turardim, lekin har doim cho'chib turardim. Buni endi tagida ancha sabablar bo'lgan. Nimaga cho'chib turishimizni? Asosan onamlar menga qattiqroq bo'lganlar, odamlarga nisbatan har doimgidek holatda. Lekin bitta yaxshi tarafi, men taxminan bilmadim, uylangunimcha onamlarning o'zi asli eng erkatoylari bo'lganman. Ya'niki bojom degan so'zni ishlatardilar. Bojom degan erkalashlari bo'lardi. Men hattoki uylanganimdan keyin ham onamlarni tizzalariga boshimni qo'yib yotganman. Hamma hayron bo'lgan. Keyin farzandli bo'lganimdan keyin katta bo'lganimni eslab qolganman. Bungacha ishoning, g'alati tuyuladi katta bola unaqa qilishi, lekin bizada men shu uylangunimcha onamlarning tizzalariga boshimni qo'yish anaqa odat bo'lgan. Ya'ni qattiqqo'l bo'lganda onam unaqani urishib tashlamaganlar, lekin o'qishimni anaqamni qattiq ushardilar. Ushaganda ham adangga aytaman deb ushardilar. Erkalash ham me'yorida bo'lgan, qattiqqo'llik ham me'yorida bo'lganda. Shuning uchun bemalol unda bag'rlariga boshingizni qo'ya olgansiz. Shunaqa. Masalan, o'ta qattiqqo'l bo'lsa, qanaqadir devor ham bo'lib qoladi farzand bilan ona o'rtasida. Shunaqa, men qattiqqo'l deganda qaysi ma'noda aytaman? Masalan, onamlarning maktabga borishlari oldindan rejalashtirilardi. Men onam maktabga borib o'qituvchidan oldilarida gap eshitish men uchun juda qo'rqinchli narsa edi. O'shanga nisbatan, ya'ni ilmni qattiq ushashga nisbatan onamlar qattiq ushagan. Umidjon Eshmuhammedov bo'lishida necha foiz ota-onaning roli bor? Eng katta foiz. Chunki ota-onam agar ijtimoiy tarmoqlarda endi ko'p ko'rishadi, men odamlarni ham, onamlarni ham juda ko'p gapiraman. Hattoki dars berayotgan paytimda, otamlarni ko'p misol keltirgan paytimda dars oluvchilar bir marta hazil qilib, Umidjonga shuncha pul berib darsga kelgandan ko'ra bitta qaymoq 4 ta non bilan adalarini ko'rib kelsa, shu pulga tushar ekan degan hazillar ham qilishgan. Chunki juda ham ko'p narsani ota-onam sababchi bo'lgan. To'g'ri, undan keyin maktabda ustozlarimiz, rahmatullaga, mani opamlarni pochcham deymiz, Farhod akam, ularning xizmatlari dunyoviy ilmda to'g'ri yo'l ko'rsatishga qattiq ishlaganlar, lekin tarbiya 100% ota-onamniki. Hattoki dunyo ilmini olishda ham bir narsa hech esimdan chiqmaydi. Buni men katta bo'lib ustozimni borib ko'rganimda bildim. Rahmatullah ustozimizni o'sha 1-oktyabr ustozlar kunida ko'rib turamiz. Borgan paytimda adezlar deb aytib berdilar-da. Uni men bilmasdim. Adezlar kelib meni topshirayotgan paytlarida, topshirayotganda emas, onamlar olib borganlar, lekin odamlar pul to'lardilar. Odamlar pul to'lashga borganlarida savdolashgan ekanlar boshida. Nechta pul beray, qancha beray deb bitta narxga keltirib olganlar-da. Sizni bir oy o'qiganingizdan keyin 2 barobar pul berganlar. O'sha rosa zo'r motivatsiya bo'lganda, sizni rosa qattiq mehr bilan o'qitganman. Faqat pulga nisbatan emas, o'zi meni yaxshi ko'rardilar. Ustozlar, matematika ustozlarimiz, keyin hamma o'zi yaxshi ko'rardi. Sho'x bo'lsam ham yaxshi ko'rishardi. Bolalikda qaysi gaplar ko'nglingizda qolib ketgan? Yaxshimi, yomonmi? Endi yaxshilari juda ko'p. Qaysi birini eslashga yechimsiz juda ko'p. Masalan, burilishlar boradi-yu hayotida. Mana shu gap yuragimda qolib ketgan deb odam qani travma deyshadi hozir. Shunaqa narsalar bo'lmagan? Travma deb aytmasdim, lekin
bir narsa mani to uylangunimcha qattiq ushlagan. Otamlar mani hech qachon urmagan. Hayotlarida bir marta yostiq otganlar. Yostiq otilgan paytda men ko'chada kelganman, qayerdasan deganlarida men yolg'on gapirganman. O'sha birinchi marta yolg'on gapirishim bo'lsa kerak, o'sha paytda menga yostiq otganlarda chiqib ket deganlar. O'shanda men ko'chaga chiqqanman, uyga kira olmayapman, qulflab qo'yishgan. Endi men orqadan oshib oynadan oyimlar chaqirganlar. Adamlarning onalari chaqirib sekin qilib olib kirganlar. Endi ichkarida siyosat bo'lyapti. Uni men bilmayman, men yoshman. Yoshmanda keyin Taxminan necha yosh paytlaringiz? taxminan bir 7-sinf bo'lsam kerak. O'smir. Chunki velosiped haydardim-da, 5-sinfdan точно tepasi. 7-sinflar bo'lsa kerak, bir 12 yoshlarim taxminan. O'shanda adamlar meni chaqirib olganlar. Bu gap meni faqat hayotimda plusimga ishlagan. Nima deganlar? O'g'lim bitta o'g'ilsan-a deganlar. Ha, desam, bitta gap aytaman deganlar. Agar shunaqa yolg'on gapirsang deganlar, 10 ta bo'lsa ham voz kechaman deganlar. Mabbodo mana bittaman deb menga mumkin deb xayolingdan o'tayotgan bo'lsa deganlar, 10 ta bo'lsa ham voz kechaman. Bu so'z meni to uylangunimcha bo'lgan davrga yetarli bo'lgan. Lekin yomon bo'linganman desa yo'q, men faqat odamlarning xarakterlaridan haqiqatda shunaqa bo'ladi deb katta bo'lganman. Lekin minusimga ishlamagan. Faqat va faqat plusimga ishlagan. Yaxshi tarafi, men hozir o'sha strategiyani qilaman farzandlarimga nisbatan. Odamlar, men sho'x bo'lganman, haqiqatda insonni yoki yoshi sho'x bo'lgan bolani ayniqsa bitta stulga o'tkazib dars tayyorlash juda qiyin strategiyada meni har bitta bahoyimni rag'batlantirgan. Odamlar 5 olsam, hamma narsa kiyim-kechakdan tortib o'zi uyga olib kelib qo'ygan bo'lsalar ham uni nimagadir almashtirish strategiyasini qo'ygan. Vaholanki uyda turgan bo'lgan ekan. Men uni olib kelganlar, men uchun olib kelganlar deganman. Haqiqatda hamma narsa shu strategiyada bo'lgan. Ishoning, men hattoki universitetga kirishim, grantli yutishim, kompyuterlar hech qaysi mahallada kompyuter bo'lmagan paytda meni uyimda bo'lardi. Yoki-da o'yinlar faqat uni vaqti va soati bilan ishlatilishi kerak edi. O'sha strategiya menda hayotimda plusga ishlagan, ya'ni yaxshi tarafi hozir eslab aytolman va hayotimda men o'zim farzandlarimga nisbatan shu yo'lni qo'llayman. Hattoki ayolimga nisbatan ham qo'llayman. Masalan, bir narsani yodlashi uni rag'bati bilan bo'lsin deb qo'yilgan va bu narsa hayotimda juda plusga ishlagan. Bunga odamlar katta sababchi bo'lganlar bo'lagan. O'sha paytda norozichilik bo'lganmi shu strategiyaga nisbatan? Strategiyaga nisbatan norozichilik qachon bo'lardi? Kelishilgan narsani buzilsa, u odamlar bilan qayta kelish bo'lmasdi. Bo'lmaydi ham, hozir ham hali ham. Masalan, bir narsa aytildi, o'sha narsa o'sha vaqtida, o'sha soatda bo'lishi kerak. Agar o'sha narsa vaqtida bo'lmay buzilsa, men bitta narsani aytib beraman. Universitetga kirganimda hech kimda mashina bo'lmagan, menda mashina bo'lgan. Uni odamlar sovg'a qilganlar. Lekin ikkinchi kursni oxirigacha 1 kilometr uzoqlikka qo'yib, peshkom borishni talab qilganlar. Mashina haydaysan, lekin sharti shu. Nega 1 kilometr yana qo'yib yuraman desam, maqsad ustozlarning ko'rmasligi deganlar. Agar ustozlaring ko'rsa, ular noto'g'ri tushunadi bolani. Vaziyatga qarab ish qilgan. To'g'ri, seni boshqa narsalaring bor, boshqa joylarga vaqtdan yutish uchun qilinyapti bu narsa. Lekin peshkom kelayotgan ustozingga nisbatan hurmatsizlik bo'ladi deb, agarda mabodo universitetda tagida mashina bo'lib qolsa, ertasi kuni bo'lmasdi. Mashina hech narsa bo'lmasdi. Chunki bitta holatda o'sha anaqani shuni oynadan olib tashlab yuborganlar-da. Chilparchin bo'lib sinib ketgan. U narsaga qattiq turardilar. Juda ham qattiq turganlar. Ya'niki oddiy yana bitta misol, basseynni yuvib qo'y o'g'lim desalar, endi biz yoshmiz, esimizdan chiqib qoladi. Esimizdan chiqqan kechqurun soat 3 da uyg'otardilar. "Umidjon o'g'lim," dedilar, "shu basseynni yuvib qo'ygin" dedilar. Yoki-da sexga tushib kelishimiz kerak bo'lardi. Sexdan ma'lumotlarni olib chiq dedilar. Agar har bitta savollariga o'sha ma'lumotlarni bera olmasam, menga qarab, "Umidjon Sherali Jo'rayev qaysi ashulasini yaxshi ko'rasan?" dedi. Nega desam,
shu sexga peshkom borib kelasan dedilarda. Yayo sexga borib o'zi bir marta bo'lgandan keyin odam ikkinchi marta takrorlamaydi. O'shaning uchun hamma narsani o'rganib chiqishga harakat qiladi va bu narsa hayotimda tahliliy fikrlashimni juda oshirib yuborgan. O'sha 3 ta basseynda turganingizdan keyin qanaqa keyingi safar esingizdan chiqib qoladi. Chunki eng shirin paytda uyg'otiladi. Va bu narsa meni hayotimda faqat plyusga ishlagan. Endi sen farzandlaringni bunaqa qilyapsanmi desa, yo'q. Hozircha qila olmayapman. Ya'ni bu tarafini qila olmayapman. Ya'niki na prinsip strategiyani hali endi o'g'illarimga qizlarimga nisbatan qo'ya olmayapman. Balkim ayolim qo'yayotgandir, chunki qizlarim bu meni qizlarim. Endi o'g'illarim hali kichkina, balkimda qo'llarida. Necha yosh farzandlaringiz? Kattasi 15, undan keyingisi 12, undan keyingisi 5 va oxirisi 3. Ya'ni baxtini ko'ring iloyim. Farzandlaringiz birin-ketin dunyoga kelishdi. Onalikni his qilishni boshladingiz. Onalik eng baxtli kunlari deganda xayolingizga birinchi nima keladi? Qarang, Alloh bergan ne'matida onalik ne'matini berdi deb xursand bo'lganman. Farzand bo'ldi degan o'zida o'sha boshqacha xursandchilikda hammada bo'ladi-ku. O'sha xursandni his qilganman. Bolam tug'ilgandan keyin endi qiz tuqqanman birinchisiga. Meni o'yimdagilar qiz yaxshi ko'rishadi. Bular bitta o'g'illar xohlashadi. O'g'il kutishadi, lekin yo'q, hech qachon qiz tug'di. 3 ta qizni o'rniga mana chiroyli qizlar deb anaqa qilishgan-ku. Boshqacha his qilganman, o'zim aytib ta'riflashim juda qiyin. Onalik hissini qilish, nima mashaqqati bo'ladi-yu, u shirin mashaqqat. Kechalari uyqusi bitsangiz ham bolangiz bag'ringizda boshqacha onalik hissini tasavvur qilasiz. Bolangiz oldingizda bo'lishi, unga qarab tikilib, Allohning mo'jizasini ko'rib, shundan narsa shundoq bo'ldi deb anaqa xursand bo'lish bu juda. Qaynonam Xudo rahmat qilgur, odamdan odam kelib barmoqlarigacha, tirnoqlarigacha Alloh bichib qo'yganini qarang deb ko'rsatardilar-da. O'shalarni gaplarni qilib, qizimga tikilib qarab, sochlari, quloqlari, ko'zlari deb tasavvur qilasiz. Yana ham mehringiz tushadi. Emizganning o'zida mehringiz tushadi. Sizga bolangizni berganning o'zida mehringiz tushadi. Shunda bolangizni qo'lingizga olganingiz o'zida boshqacha his qilasiz o'zingizni. Uni ta'riflash ham qiyin. Farzand borligini his qilishingiz o'ziga niyatlar qilishni boshlaganmisiz? Buni menga onamni opalari, xolamlar yangi bo'lganlardi. Yangi bo'lganlarida xolamlar aytganlarki, mana endi turmushga chiqding. Turmushga chiqqaningdan keyin Xudo xolasa farzandli bo'lasan. Farzandli bo'layotganda 2 xat bo'lganda anorlarni bixillarga boshing qorong'i bo'lsin. Chiroyli yeydigan narsalarga anaqa yeydigan narsalarni nima qilgin, ichingdan xohlagin. Gulbata lekin kulgan kelsa shunaqalarga anaqa qilmagin. Yaxshi odamlarni o'ylagin. Yaxshi farzand bo'lishini niyatingda deb o'sha yangalikni o'rgatganlar xolamlar, Xudo rahmat qilsin. Lekin haqiqatda farzandlari hammasi o'qimishli, doktor, injener, hamma mana shunaqa edilar. Men shu paytda orzu qilganman, niyat qilganman. Farzandlarim palonchiga o'xshagan farzand bo'lsin, chiroyli bo'lsin, aqlli bo'lsin. Aynan kimlarga o'xshashini ayta olasizmi? Kimlarga havas qilganingizni? Masalan, o'g'limni mehrli bo'lishini otasidan o'tsin deganman. Meni xo'jayinim bitta o'zlarini nimalariga emas, hammaga mehr bera olinglar. Mehrni hammani holidan xabar olib, hammaga qo'ldan kelgancha yordam beradilar. Shu xislatlarni juda hurmat qilaman xo'jayinimga. Silay rahimni ham, silay rahimni ham o'rniga qo'yadilar. Qaynatam qo'yganlar. Silay rahimni qaynatamlar qo'yganlar. Baribir olmani tagiga olma tushadi, nokka tagiga nok tushadi, qazisan, qartasan, naslingga tortasan degan gaplar hammasi to'g'ri. Xo'jayinimlar o'zi hali umidjon, voy odamlar birov uchiga yashaydi deb qo'y, hali o'zing ham shunaqa bo'lasan deb qo'yaman. Shikoyat qilib turishadimi? Kasal bo'lib qolsalar, nimaga kasal bo'ldilar? Nega mazalari kelmadi deydilar. Keyin palonchi anaqasini aytuvdi, shunga o'zi dardini aytuvdi, o'shanga qarab ketdilar deb qo'ysam, voy odamlar deydi, u kim? Hech kim emas u deydi.
opalar siqiladi o'zlari shunga xuddi o'sha odamni hayoti bilan yashaydilar. O'sha odam qachon yaxshi bo'lib ketguncha. bu ham bitta ne'matda Anaqa qarashdan qarab siylay rahim qilmasangiz qilgan ibodatingiz bir tiyin bo'lsa. Alloh siylay rahimni qilmasa ibodatlaringiz qabul bo'lmaydi. Siylay rahim qilgan odamga birinchi so'raladigan savol javobimiz namozdan bo'lgandan keyin siylay rahim qilgan odamni ko'tarkan-ku. O'shaning uchun hurmat qilaman xo'jayinimlarni. Hammani anaqasi qilgan, lekin hamma duo qiladi. Chunki ular ham hozir o'g'limni aytibsa, hamma havas qiladi deb. Xo'jayinimga ham hamma havas qilgan yoshliklaridan. Chunki amakilar ham bulardan maslahat so'ragan bo'lganlar-da. Qarang. Yoshlari qay paytda, qancha yoshda, otalari o'lib ketgan bo'lsalar, o'zlari 24 yoshda qolgan bo'lsalar, salohiyatlari kuchli ekanda. Juda ham tafakkur. Shuning uchun ham o'zlaridan kattalar ham hattoki maslahat so'ragan bo'lsa, o'sha kattalar maslahat so'rashib, xolalarni o'g'illari ham, masalan, bularni aytganlarni opalari kuldirardilar. Ham otamsan, ham ukamsan, ham okamsan, sendan maslahat so'rayman deb qo'yardilar. Chunki juda anaqa bo'lganlar, hammadan xabar oladigan, kimni kam ko'rsa, kimni nima qilish kerak. Mana shunaqa inson bo'lganlar. O'shanda men kelinligimda o'zi havas qilganman, o'g'lim bo'lsa otasiga o'xshagan bo'lsin deb. Xudoga shukr, alhamdulillah, olmani tagiga olma tushadi, nok tagiga nok tushadi degan gap shu. Otasi qanaqa bo'lsa, bolasi ham onasidan, otasidan o'tib qaqqi boradi. Mashalloh. Farzandlaringiz ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishlariga qanday qaraysiz? Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishga to'g'risini aytaman, xohlamayman. Va menda Kidsbox degan programma bor. Umuman telefon ishlatishga 3 soatlik dostupi bor. Faqat telefondan u ijtimoiy tarmoq yo'lda ko'rsin yoki boshqasiga kirish mumkin bo'lmasin. Farzandimni telefon ishlatishga bir kunda 3 soat vaqti bor. Agarda qaysidir vazifalarni bajargan bo'lsa, keyin reward deydi, ya'ni rag'batlantirish qilib 30 minut yoki 15 minut qo'shib beradigan strategiya qo'y. Erinmayman bu narsaga va u meni telefonimga ulangan. Chunki to'g'ri YouTubedan katta qizim qaysidir podkastlarni ko'radi, master anaqalarni ko'radi, ularga do'st berilgan. Lekin Kidsbox eng yaxshi tarafi 18+ belgilab qo'ysangiz, 18 ga to'lmaganligi uchun unga tepadagini ko'rsatmaydi. Va buni meni ko'rayotgan hammaga tavsiya qilardim va hattoki kommentga yozib qo'yaman o'sha qo'llashini. Va bu yoshlarimizni, umuman farzandlarimizni kitob o'qishga eng katta undaydigan narsa. Sababi ijtimoiy tarmoqda vaqt juda tez o'tadi va keraksiz narsalar ko'p. Nechta farzandingiz bor? Umid aka nechinchisilar? Va Umid akani xarakterlari haqida ona sifatida, ona ko'zi bilan qarab ozgina gapirib bering. 4 ta farzandim bor, 3 ta qiz, bitta o'g'il, Umidjon 3-chisi. Bu samimiy. Shu xislatini yaxshi ko'raman. Hammaga samimiy. Qo'ldan kelgancha yaxshilik qilsa qiladi, hammaga mehribon. Birovlarga yomon narsani ravo ko'rmaydi. Maslahatni to'g'ri beradi, opalariga ham. O'shaning uchun shu samimiyligini hurmat qilaman. Qiyinchilik paytlar bo'lganmi? Siz uchun qiyinchilik deganni o'zi nima tushunasiz? Qaysi paytlaringizni eslaysiz? Qiyinchilik o'zi menda bo'lgan. To'g'ri, biz yomon yashamaganmiz, yaxshi sharoitda yashaganmiz. Lekin odamlar saqatda turganlar. Ya'niki menda ortiqcha kiyim kiymaganlar. Men g'ijim degan bitta kiyim paydo bo'lganda, uyimizda kiyim bilganman 5 ta bo'lgan ekanda undan. O'sha g'ijimni shunchalik xohlaganmanki, lekin kiydirmagan. Nimaga desa, chunki katta bo'lganda hamma narsaga oson erishish mumkin ekan degan narsaga o'tirib qolmaslik bunda prioritet bo'lgan. Hattoki hozir bolam farzandlaringga o'sha strategiyani ishlatgan deb mendan so'raydi. Sababi ertaga turmushga berasan, qanday turmushga chiqadi, u sharoitni bilmaysan. U narsada sabrni kuchi kattaligini
qiymat qilib ko'rsatgan. Ya'niki to'g'ri, man qiynalmaganmiz, yaxshi yashaganmiz, lekin man ertalab soat 4da 5da turib bozorga chiqqanman. Nega? Chunki adamlar bu narsani qo'llaganlar. Ishoning, man eng ko'p minnatdor bo'lgan qismim ertalab mani bozorga berganlar bo'ldi. Rosa qiynalgan chiqardim Bonnotda turib, o'sha bozorga chiqib narsa sottirtirganlar va bu pul topish qiyinligini ko'rsatganlar. Faqat kanikulda, lekin u narsa menga hayotda umuman insonlarning qanaqaligi, bozor hamma narsani o'rgatadi deydi-ku. O'sha narsaga undagan. Hattoki men Amerikaga borgan paytimda ham ijtimoiy tarmoqda qo'rqmasdan faxrlanib aytaman polartganimni. Nega? Chunki u narsa sizni siltalaydi. Ya'niki ilm shunchalik muhimligini o'rgatadi va unga qattiq kurashish kerakligingizni qiladi. Ya'ni o'qishdan bo'sh bo'lgan paytda nimadir qilaman deganda, men birinchi qilgan ishim shu bo'lganda, lekin bir oyga qolmay, yo'q men bu yerda emasman-ku. Men bu sohamni o'qib, mana bu yerda ishlashim kerak degan narsaga undagan. Va bu undo meni juda ko'p holatda shu darajaga olib chiqishda hamma sabablar avvalo Allohdan, lekin hammasi shu sabablarning ustiga qurilgan deb bilaman. Irodangizni tarbiyalab borgan ekanlar. Sabrni, qanoatni, hammasi o'sha oddiydek, qiyindek tuyulgani bilan, lekin kelajak uchun mustahkam poydevor vazifasini bajargan ekan. Yana bir narsa aytaman, juda foydali bo'ladi deb o'ylayman. Mana ertalab vohli basseynga olib ketardilar. Va bu kanikulda bo'lgan. Chunki yozda basseynga boriladi va yozda ham bozorga chiqqanman, ham olib ketyaptilar. Shunda bir avgustlarning oxirimi adashmasam, shunda "Minjon, bozorga chiqasanmi yoki o'qiysanmi?" deganlarida men ham qiziqqanman, chunki pul topa olmadim, qo'limga pul kelyapti. Bozorga chiqaman deganman. Indamaganlar. To'g'ri basseynga olib ketganlar. Va basseynga olib borib tramplin bo'lardi Yunusobodda. O'g'lim ham tramplindan sakra olaysanmi deganlar. Ha deganman deb birinchidan chiqib sakraganman. Keyin suzib borib, ana endi faxrlanib tashadim deb borsam, keyin zo'r bo'lamdi deganlar. Keyin shu ikkinchisidan tasharoq deganlar. O'zi birinchisidan zo'rg'a tashladim. Ikkinchisini qaradim, yo'q balandku. Uchinchisidan menimcha o'sha tashlamasang kerak deganlar. Ha, uning uchun o'rganish kerak, trener olish kerak. Keyin tashlasa, to'g'ri hozir sal qiyish tutsam, qornim bilan tutsam o'xshamaydi desam, o'g'lim, men seni bozorga chiqib, kichkina tramplinga pulga katta qilmayapman. Sen o'qib, eng katta tepasiga chiqib, o'tdan sakrab tushib katta maqsadlarga erishishingni xohlayman degan so'zlari menga yetarli bo'ldi. Mashalloh. O'g'il tarbiyasi va qiz tarbiyasida farq bor. Qaysi biri siz uchun qiyinroq? Ona uchun. Ona uchun menimcha o'g'ilga ota bor uyda. Qiz tarbiyasi ham qiyin deyman. Qiz bolam tarbiyasi juda qiyin. Chunki qiz bola yaxshi bo'lsa, o'sha sog'lom, yaxshi tarbiyali qiz bo'lsa, undan sog'lom farzand tug'iladi. Agar mana erkak kishi bosh bo'lsa, bo'yin ayol kishi. Ayol kishining roli katta. Yaxshi o'g'liz ham yomon kelin kelsa, tarbiyasini buzadi. Agar mana qaynonam aytgan edilar bu gapni, kofir o'g'lingga musulmon qiz kelsin. Kofir bo'lsa ham o'g'ling musulmon qiz kelsa, musulmon qilib oladi. Agar musulmon o'g'lingga kofir qizni olsang, unda dindan chiqib ketadi. Shuning uchun kelining yaxshi bo'lsin derdilar qaynonam. Kelining yaxshi bo'lsa, o'g'ling seni yuzaga olib chiqadi. Yaxshi-da, tarbiya rol o'ynaydi bunda. Juda menga qiz bolani tarbiyasi qiyin deb bilaman. O'g'ilda adamiz maslahat berib turganlar, o'g'limda unaqa qiynaldim demayman. Chunki hozir o'g'illarga qaraganda meni o'g'lim aqlli sho'x bo'lgan. O'g'illari sho'x, juda ham sho'x. O'ziga bir xil xarakterlarni o'xshataman. Bir xil xarakterlarni, "Voy, sen bunaqa emas eding-ku" deb qo'yaman. Yo, onaga bilinmasmikan, uni bilmadim. Lekin sho'x bo'lgan, aqlli sho'x bo'lgan, qilmagin degan narsamizni qilmasdi. Quloqiga olardi. Darrov bitta gap bo'ldi, yetarli edi. Qizlarni tarbiyasi nega qiyin deganingizda, qizlar onasiga itoatkor uyda. Itoatkor. Qush uyasida ko'rganini qiladi.
masalan oldingizda yuradi, bola o'g'il bola ko'chada yuradi-ku. Uni bilmaysiz, u kimga o'rtoq bo'ldi, kimga qo'shildi. Undan siz bexabarsiz. To'g'rimi? Buni ota nazorat qiladi. Mani xo'jayinim nazorat qilganlar. Kim bilan o'rtoq bo'lyapti, qayerga boryapti, qayerdan kelyapti. Ular bilan mani anaqa uncha bo'lmagan o'g'lim bilan. Lekin qizlarimni har minutini, har anaqasini, daqiqasini ko'zdan nari qilmaganman. Maktabdan to'g'ri kelishga, maktabdan to'g'ri kelardi qizlarim, men ham ishlardim, qaynonam yumshoq xotin bo'lganlar. Ish buyurib ketardim. Siz uchun pul nima? Pul ko'p o'ylayman bu narsani. Ya'niki nimaga so'rayotganingizni ham taxminan bilaman. Ya'ni baxtga nisbatan ko'p ishlatishadi bu narsani. Ya'ni pul baxt olib keladimi deyishadi yoki boshqa narsalar. Pul men uchun eng zo'r ishlatadigan strategiyam vaqtni sotib olish derdim. Asosan hozir men qo'llaydigan strategiya men vaqtimni, bo'sh vaqtimni sotib oladigan vosita deb bilaman. Lekin ungacha qanaqa bo'lgan desa, meni tirik qolish darajamgacha chiqadigan paytda vosita holatida ishlata oladigan narsa deb qaragan bo'lardim. Ya'niki inson tirik qolishigacha bo'lganda ishtirok etadi, lekin o'sha vositadan o'tgandan keyin uni faqat va faqat o'zidan faqat vosita sifatida ishlatishini istardim. Ya'niki vosita deganda qaysi ma'noda? Chunki men baxtni tirik qolish bilan o'sishdi deb ko'raman. Ya'ni tirik qolish bu hayvonot olami, insoniyatni hammasiga tegishli bo'lsa, lekin insonga aql berilganligi uchun u baxtni o'sishda ko'radi. Asosan o'sish qismida eng katta baxt bo'ladi deb qarayman, lekin o'sish qismida pul o'sish uchun vosita deb qarayman. Va bu narsa haqiqatda menga katta energiya beradi va bu narsani juda ko'p ishlataman. Tahlil qilaman. Masalan, katta yoshli insonlarni olib ko'rgan paytimda ham ko'pincha pensiyaga chiqishadi-ku ko'p insonlar. O'shanda hamma kasal paydo bo'ladi o'zi asli. To'g'ri. Nega? Kim agar insoniyat o'sishdan to'xtasa, u stressga tushadi. Stressga tushsa, u kasalliklari kelib chiqadi. Va bu odamni baxtsizlikka olib keladi. O'shaning uchun inson yoshlik davrida tirik qolish uchun harakat qiladi va pulni tirik qolish uchun bog'laydi, lekin vosita sifatida tirik qolishdan o'tgandan keyin o'sish qismiga pulni vosita qilib ishlatishsa baxt shakllanadi deb qarayman. Ya'ni inson har doim o'sishi kerak. Men harakat qilaman, hattoki pensiyaga chiqib yurish xato o'zi asli. Inson to'xtamasdan o'sishi kerak. Mayli pensiyaga chiqsin, lekin nimadir bilan mashg'ul bo'lishi kerak. Nimadir bilan qiymat qo'shishi kerak. Agar inson jamiyatga qiymat qo'shayotganini ko'rmasa, u o'ladi. Hozir g'ashingiz kelmaydimi yoshlarga? Yoshlarga ham g'ashim keladi. Endi zamonasiga qarab bo'lyaptimi deyman. Bularniki birinchidan pilisos o'yla, katta generalniy borkaga keladi. Je bo'lmasa ovqatdan bir paytda dastavkalar qilinadi, kir mashina kir yuvadi. Ko'p anaqa. Endi zamonasiga qarab bo'lyapti shakli. Bitta meni o'yimda emas, bu hammani o'yida bo'lyapti-ku deyman. Buni normal qabul qilgansiz. Endi qabul ham qilaman-da, nevaralarimdan qo'rqaman. Nevaralarimdan qo'rqaman. Men ham shu narsani ko'p o'ylayman. Bizdan keyingi avlod qanaqa bo'lib ketadi? Biz hozir bunaqa yashab olmaymiz. Endi yo'q, endi agar nevaralarimni ham to'g'ri qabul qilsa, endi so'raymiz Xudodan, lekin menda qiz nevaralar juda ko'p. 12 ta qiz nevaram bor. 2 ta, 3 ta nevara bor. O'sha Amerikadagi qizimni ham qarang, o'sha qizini shundan turib o'zimizni urf-odatlarni esdan chiqarmagan, xizmat qilishlarni deb xo'jayinim nazoratda olib turganlar. Qizimni bolalarini Amerikada. Amerika bizdan qancha oldinga o'tib ketgan-ku. Lekin kelin bo'lib tushdi.
juda xursand bo'ldim. Toshkentga. Toshkentlik bolaga tushdi kelin bo'lib. O'zi Amerikada hozir 2 bolali bo'ldi. Lekin o'sha turib ketganda qaynona-qaynotalari maqtab, rosa xursand bo'lib, o'zim chaqirganimda ham qilayotgan anaqalarni ko'rib xursand bo'ldim. Hamma o'zimizni o'sha yoshligimizdagi tarbiya bergan, qizlarimizga bergan tarbiyani chiroyli qilib ketishdi, xursandman. Lekin bu yerdagi qiziz nevaralarim ham kelganda nima noto'g'ri qilsa urishib turaman. Unaqa bo'lmanglar, bunaqa bo'linglar, bir joyga borasizlar, uyaltirmaymiz deb qo'yishadi. Hech kim uyaltirmanglar deb qo'yaman. Sizlarning buvisi bor, dadasi bor deb kuyovlar so'rashadi. Bizga anaqa bo'lib qolmasin deb turaman, quloqiga quyib turaman. Atrofingizga siz bilan birga ishlaydiganlarni, hamkasblarni, ishchilarni, xodimlarni olayotganda ularni qaysi jihatiga ko'proq ahamiyat berasiz? Birinchi o'rinda oldin boshqacha edi, lekin hozir boshqacha. Hozir ko'proq qadriyatiga ahamiyat beradigan bo'lib qolganman. Chunki qaysidir insonlarni qaysidir darajada bahonasi bo'ladi. Hamma inson, hattoki menda ham bo'ladi. Hamma insonlarda bo'ladi va shu bahonani darajasi qatta deb qarayman va buni qadriyat juda ham qattiq belgilab beradi. Birinchi atrofimda shu qadriyatli insonlarni ko'rishni istayman. Chunki har kuni ertalab ota-onamdan duo olganda ham onamlarning bitta duolari bor, atrofingda yaxshi insonlar bo'lsin deydi. Odamlarniki esa seni har doim jamiyatda haybatli, mahobatli qilsin deydi. Va bu duo men uchun har doim katta energiya beradigan dalda deyman va shunga harakat qilaman, atrofimda qadriyatli insonlar ko'p bo'lsin. To'g'ri, qadriyatli insonlarda ishonch kuchli bo'ladi. Ishonch bo'lgan joyda biznes eng tezlikda yuradi. Kompetensiya deymiz, ya'ni tajriba deymiz, u davr mobaynida bo'lishi mumkin. Ya'ni qadriyat birinchi qo'yganingizda ishonch kuchli bo'ladi va uchinchi o'rinda tajribani qo'ygan bo'ladi. Mana shu 3 ta shaklda biz atrofimdagi jamoani shakllantirishga harakat qilamiz. Umidjon akani bolaliklarini eslaganingizda qaysi voqealar ko'z oldingizga keladi? Qarang. Qaysidir sho'xliklarimi? Ha, sho'xliklari bo'lgan. Bolalar bilan futbol o'ynaganda kofta borib qo'shnimizda derazalarini sindiribdi-da. Kofta teganda, singanda yetaklab olib chiqqanlar. Endi shunaqa futbol o'ynab kofta derazaga tegib sinibdi deb deganman. Shunda ishlardim-da institutda. Keyin o'ylaganman. Men hozir ishlab bolamni tarbiyasi bunaqa bo'lsa, chunki adasiga menga u og'ir gap tegani, bu bola otasiga o'xshamabdi degan. O'sha gap menga qattiq tegan. Onamlarga tushib, onamlar bilan ishlaydigan ayol bo'lganlar ular. Qo'shnimizda onamlar chiqqan ayol. De otasiga o'xshagan farzand bo'lmabdi deb chiqdilar. Mana shunaqa bo'ldi desam, onamlar maktabdan kelganda, keyin oyimlar yumshoq bo'lganlar, urishmaganlar, bola o'ynayman desa chiqarganlar ko'chaga. Buni birorta anaqaga bergan, to'garaga bergan. Bola maktabdan kelib o'sha to'garaga borsa, sen ishdan o'sha kelib bo'lgan bo'lasan deb. Ha, deganman-da, keyin ishxonada shu gap o'tirganmiz, obedlarni yeb o'tirganimda gapirganman. Shuni endi miyamda aylanib yurgandir-da u gap. Ta'sir qilgan. Ta'sir qilgan menga, juda ta'sir qilgan. Otasiga o'xshamabdi deyilgan gap juda ta'sir qilgan. Endi bitta o'g'limman-ku, o'zi niyat qilaman-ku, bolam otasiga o'xshagan saxovatli boy bo'lsin deb. Keyin shunaqa deyishdi desam, bular ishxonamdagi Zaf kapidaram nechinchi sinfdilar? Shu 5-6 edi-da. Shunaqa desam, o'sha o'qishlarni anaqa o'zgaradigan paytidagi bola ekan, sho'x bo'ladigan payti. Repetitor qilib qo'y. Repetitorga ber degan, hech kim hali repetitorga bermagan u paytda. Repetitor so'zini ishlatmagan biza. Qanaqa bo'lar ekan desam, matematikadan qiynalsa, matematikaga o'sha paytda ingliz tili ham, rus tili ham repetitorlar bor edi. Endi o'qituvchilar demoqchiman-da. So'rasam, keyin qizim shu 10-sinfda o'qirdi menimcha.
10 sinf edi katta qizimda. Keyin olib chiqqanman-da, u aytgan. Opa degan bizda rahmatilla aka matematika o'qituvchisi bor. Juda zo'r anaqa qiladilar, repetitorlik qiladilar. Institutga kiradigan bola. Ha, kakaras o'sha qizimni bitirayotgan yili bo'lgandi. Chiqsam, okamlar bilan birga o'qigan bola ekan. Ular rahmatilla aka o'zim ko'rmaganman-ku. Keyin so'rashganman. Ha, endi ular meni qizli familiyamni aytyaptilar. Men Eshmuhamedova bo'lganman, Hoji Muhamedova. Ha, Qodir singlisi ko'rishganman. Nima xizmat deganlar. O'g'limni olib chiqqan edim. Sizga repetitorlik qilsangiz desam, nechinchi sinf deganlar. Shunaqa 6ga o'tdi desam, mana obro'gimcha yerga urvormadingizmi deganlar. Nega desam, men institutga tayyorlaydigan bolalarga repetitorlik qilaman deganlar. Keyin bitta ko'ring, sizni Mohira maqtagan edi, shular zo'r dars beradilar, zo'r desam, Mohirani juda hurmat qilaman opasini. Juda tarbiyali qiz o'stirgansiz. Bu o'sha o'qituvchi aytgan menga qarang. O'zi menlarni bilmaganlar. Familiyamiz boshqa bo'lgan-ku. O'zi okam o'rtog'i bo'lib chiqyaptilar. Buni eshitib xursand bo'lib ketyaptilar-da. Mohira shunaqangi yaxshi qiz, shunaqa tarbiyali qiz. Hamma narsasi joyida. Boshqa qizlarga nisbatan men Mohirani rosa hurmat qilaman. O'qishi ham zo'r, kiyinishi ham zo'r, odobi ham zo'r. Tarbiyali qiz deb maqtaganlar-da. Endi o'shani ukasini olib chiqdim deganman. Qani ko'ring deganlar. Keyin kelayotganda assalomu alaykum domla deb qo'l berib ko'rsa, shunaqa endi Mohirani o'zi maqtab turuvdilar. Ukasi undan ham chiroyli so'rashdi-yu muomalada. Havas qilib ketganlar. Deganlar, bo'ldi deganlar. Men deganlar 3 ta anaqa beraman, misol beraman deganlar. Endi yo'q deya olmaganlar menga-da. Hozir anaqa 3 ta misol beraman deganlar. Shuni ishlab kelsa mayli olib qolaman deganlar. Bir mahal misol berganlar. Anta bitiruv yilidagi bolalar kelib turibdi dars olishga bulardan. Keyin bunga vaqtni bermadilar-da. 1,5 tami shunaqa 2 tami misolini ishlab 3-siga olib kelavering deganlar. Endi tezroq keta qolsin, ishladim, ishlamadimi deb. Ishlab olib borsam, bunday qaraganlar-da. Qoyillik, lekin oxiriga yetkazmabsiz-ku deganlar. Vaqtim bor edi, yetkazardim. O'zi chaqirdi degan buvam gapdi. Shunaqa chiroyli muomala qilsa bo'ldi. Men olib qolaman deganlar. Haligacha o'sha ustoz Umidjondan xursandlar. Umidjon ham ustozdan xursand. Har doim ustozlar kunida, hayitlarda, bayramlarda bu borib ustozini ko'radi, ustozlari duo qiladilar. O'zim xursandman. Mana shu narsalardan men xursand bo'laman. Nega desangiz, otangdan ulug' ustoz. Ustozini hurmat qilgan bola hech qachon xor bo'lmaydi. Eng birinchi ustozlarni hurmat qilish kerak. Endi ba'zi bir maktabdagi muammolarni eshitib, onalar bolasini gapiga kirib, o'qituvchilarni behurmat qilishayotganda ichimdan xafa bo'lib ketaman. Qizim aytdi, majlisga borsam, dedi, bir ayollar onasi o'qituvchi bilan urushyapti. Majlisda ziragini taqib kelmagin degan ekan, katta ziragini, sani nima ishing bor? Men olib berib qo'yim. Baqa bo'lib qoldim. Ona shunaqa deb tursa, qizga nima kiyinishi, nima taqishi, nima qilishi bilan ishi bo'lmasa, maktabda qanaqa u o'qishga bordimi, yo o'zini ko'rsatgani bordimi? Undan qanaqa bo'ladi? Mana shu qizlar, nimaga men boya siz aytdingiz, qizlar tarbiyasi muhimmi, o'g'il bolani? Qizlar o'zi balog'at yoshiga yetganda o'zgarish boshlanadi dey. Kiyinishi, yurish turishi, oro berishi, shunda onani tarbiyasi rosa katta rol o'ynaydi. Ona o'shani tarbiyaga to'g'ri yo'lga solsa bolasini, bolasi rahmat eshittiradi, xursand bo'ladi, turmush o'rtog'i bilan yaxshi bo'ladi, qaynona qaynotasini hurmatini joyiga qo'yadi, ular duo qiladi. Duo olgan yaxshimi? Yo'q, dili og'rib, xafa bo'lgani yaxshimi? Mana odamlarning bitta gaplari bor edi. Duo olgan
odam hech qachon kam bo'lmaydi. Duo oltin emasmi deb qo'yardilar ketidan. Juda chiroyli duo qilardilar otamlar ham, qaynotamlar ham. Qaynotamlar juda bu yerda yosh bo'lganman, 19da turmushga chiqqanman. Qaynotamni o'lgunlarcha Qunduz ham balki o'sha duolar orqali yurgandirman. Men hozir shu darajada deyman. Nega desangiz, siznikini hali qaymog'i buzilmagan deb qo'yardilar. Qarang, men tushunmaganman u gapga. Qunduz ham hali siznikini qaymog'i buzilmagan derdilar. Erim student bo'lganlar, men student bo'lganman. Endi buzilmagan qaymoq qay paytda buzilar ekan degan xullasiga kelasiz o'zingiz ham. Erim ishga tushib ketganlarida, hali ishlari yaxshi bo'lib yurganda qaymoq endi buzilibdi desam, yo'q, qaymog'i farzandniki ekan. U boshqacha ekan. U shirin maza. Sizniki bir xil edi, eringizni o'ynab, o'g'lingnikini o'ylab dedi-yu. Yo'q, endi o'g'lingiznikini qanaqasiga, o'g'lingiz o'zi otasiga o'xshagan mehribon bo'lsa, sizni pulingizni, xarajatingizni, qatga ishlatayotganingizni so'ramaydi. Qo'lida bor narsasini beradi. Ayamaydi onasi uchun. Xodimni bildik. Juft tanlashdachi? Juft tanlashda ko'pincha hazilni qo'yaman. O'zi ayolim bilan ham ko'p hazillashaman. Lekin to'g'risini aytaman, sochlarimni ko'p sanga tegishli deb qo'yaman oxiri. Lekin alhamdulillah yaxshi. Hattoki endi juft tanlashda dunyoda 3 ta narsa o'zgarmas ekan degan qarovim bor. Ya'ni insonning tug'ilishi, kim bilan juft bo'lishi va qachon o'lishi. Bu taqdirni o'zgartirib bo'lmaydi deb qarayman. Lekin qanchalik anaqa ilmli insonlarda lekin shunaqa qarashim bor. Juft tanlashda ko'pincha inson o'sha islomda berilgan 4 ta anaqaga qaraydi. Chiroyiga, qatdan kelib chiqishiga, keyin nasliga, bilimiga, diniga qarab qo'yiladi. Shuni tavsiya qilaman, ya'ni yaqin insonlarga. Lekin Alloh shunaqa qilar ekanki, qalbiga jiz etib qo'ysa bor-ku, uni na bilma ko'rinar ekan, na boshqasi va na boshqasi. Chunki taqdir bo'lsa, unga inson intiltirib turaverar ekan. Chunki men turmush o'rtog'im bilan borganman-da, keyin ketib qolganman-da, keyin jiz etgani shu ekan, yana qaytib borganman. Umidjon aka ham muvaffaqiyatsizlikka uchragan paytlari bo'lgan bo'lishi mumkin. Bu tabiiy hol. Insonga beriladigan sinovlar, og'ir kunlar, o'qishdagi mashaqqatlar, musofirchilikni ham boshdan o'tkazganlar, menimcha o'zlari yolg'iz ketganlar. Yoki sizlar bilan birga. Yo'q, bitta o'zini. Bitta. Yuborishga bitta o'g'lingizni qanaqa ko'zingiz qilgan. Mana shunaqa qiyinchilik vaqtlarda ularga qanaqa qo'llab-quvvatlashni bera olgansiz siz? Qanday so'zlar bilan qo'llab-quvvatlagansiz yoki amallar bilan? Men shu o'g'limni Amerikada o'qishini niyat qilganman. Kuyovim Amerikada o'qigan bo'lganlar. Kuyovim Amerikada o'qigan bo'lganlar uchun havas qilganman-da, ularga meni ham o'g'lim shunaqa Amerikaga borsa deganman-da, niyat qilganman-da. Ekzamen topshirganda bali kam chiqqan. Xafa bo'lib ketgan bolam. Shunaqa anaqaga tushib qolgan, tushkunlikka tushgan. Yo'q, Umidjon, sen harakat qilgin. Xudo xolasa zo'r bo'ladi. Sen borasan. Meni yuragim sezyapti. Men shunaqa niyat qilganmanki, o'sha qizim aytganki, "Ona" degan, "qarang" degan, bitta o'g'illarni Amerikaga ular ham o'qimishli bo'lishganda, bitta o'g'illarini Amerikaga o'qishga yuborib, yolg'iz o'ziga turishgan ekan. Siz yuboramidingiz degan savolni berganda qizim, nega yubormas ekanman deganman. Yuboraman men ham deganman. Men ham shunaqa o'qimishli bo'lishini xohlayman bolamni. Yolg'iz o'zi yoshligimdan xohlaganman, o'sha kichkina chaqaloqligidan niyat qilganman. Shu o'g'lim o'qimishli bo'lsa, saxovatli, boy bo'lsa, manfaati hammaga tegsa, foydasi tegsa, hamma havas qilsa degan niyatlarim bo'lgan. Shu niyatni nimani gapirib qo'yganman men? "Voy, ishonasizmi?" desa, "Ha, men ishonaman, lekin sizlar Amerikada bo'lasizlar-da, shu o'g'lim ketganda sizlar qarab turasizlar" desam, shu gap farishta omin deganda gapimga. Xuddi shunaqa bo'lgan. Hali sabrda qanaqa turgansiz deganingizda, men bu yolg'iz o'g'limni
bitta o'zini hech qayerga chiqarmaganmanda ko'pda manda xafa bo'lgan. Bitta o'g'il qiyin ekan, ona o'rtoqlarim Samarqandga o'tlaga borib kelishyapti, anaqalarga menga hech qayerga ruxsat bermaysiz deb qo'rqardim. Bolamni bolla bilan o'ynaganda, hazil-huzul qilib, balandlikdan sakrab, buni anaqasi kuchli edi. Hamma narsaga qilaman deb nima qilishlari, birga olib chiqqanimizda ham tog'larning tepasiga chiqishga harakat qilib, yiqilasan, tush, qo'rqasiz bolangizda. Shunaqalarga deb men qo'rqardim-da, bolamni o'tlarga jo'natishlarga, buni xafa bo'lib qolardi. Keyin Amerikaga uchirayotganimda bitta o'zi uchish kerak bo'lib qoldi. Qarang. Antka yubormagan bolamni samolyotda Amerikaga yuboryapman. Okean, daryo. Ha, necha soat uchadi. Keyin aytganman, ey Alloh, o'zim so'radim shuni, o'zim niyat qildim. Menga chiroyli sabr bergin. Chiroyli sabrda o'tiring. O'zingiz tasavvur qiling, bitta bolangizni bir kunga chiqarmagan shuncha yilga o'qishga qo'yib qo'yishingizni, menga chiroyli sabr bo'lib kulib yurardim, lekin hech ham men yig'lamaganman. Hozirgi onalar bir xil bolam o'qishga ketdi, sog'inib yig'ilsa yig'lamang deyman. Yaxshi niyat qiling. Xudo xolasa meni o'g'lim bundoq bo'ladi, meni o'g'lim bundoq ishlarni qiladi, hammani havasi keladi deb niyat qiling deb aytaman ularga. O'zim lekin juda chiroyli sabr bergin deb o'tirganman. Berkinib yig'lagansiz? Yo'q, qarang, qanaqa paytda yig'lardim men. Hali aytibman, onam otam bo'lishgan, buni jo'natgan paytimda qaynonam bo'lganlar oldimda, qaynonam yiqilganlar, oyoqlari singan, onam yiqilganlar, oyoqlari singan. Keyin har doim inson yaxshi niyat qilish kerak ekan. Niyatni agar to'g'ri qilsa, niyatni to'g'ri so'rasa, Alloh qalbingga quloq solaman degan u. Qalbingligini beraman degan. Gumonga bormagan iymonni ayiradi degan u. Shu anaqada bir ayol, sizlar nega hajga bormaysizlar? Hajga bormaysizlarmi? Sizlarga haj farz degan. Menga. Keyin men aytganmanki, voy, shu yerda hajimiz ko'p deganman. Men uni tushunmasdan, bilmasdan aytganman. Endi birovlarga yordam bersam, ularga yordam bersam, mana shu haj bo'ladi deb haj mashaqqatini, lekin xo'jayinim berardilar-ku hammaga yordam. Masalan, hammaga qo'ldan kelgancha yordam berganlar-ku. Shuni mashaqqatini men tasavvur qilmaganman-da. Keyin voy, o'zi hajimiz shu yerda deb borganman. Shunda qaynonam yiqilganlar birinchi, keyin onamlar yiqilganlar, oyoqlari singan. Bu yoqda bitta kelinman, u yoqda bosh qizman. Shunaqa yurganman-da, yoq bilan bu yoqqa chopib yurganman-da. Keyin aytganman, deganman, haj shu yerda deganim uchun Alloh o'zing kechirgin. Bu ona bilan qaynonaga qaragan haqiqatda hajji savobi-da. Hajji savobi mashaqqati, haligi tavof qilganda u yoq bilan bu yoqqa yurganimizdagi mashaqqatni o'sha u yoqqa chopardim, bu yoqqa chopardim, u yoqqa chopardim, bu yoqqa chopardim. Onam xafa bo'lib qolmasin deb, onamning oldilariga tez tushardim. Qaynonam onasini oldiga ketdi deb xafa bo'lib qolmasin deb, bu yoqqa chopardim. O'shanda aytganmanki, Alloh Xudo xolasa, nasib qilsa, hajlarga chaqirgin, boraman deganman. Hajga chaqirsang, Xudo xolasa boraman deganman. Qarang, niyatni o'sha endi shunaqa dedimmi? Mana shunaqasiga o'tdimmi endi? Niyatni to'g'rilashimga o'tdim-ku. Haj mashaqqati deyapman deb, buni endi olish, bularni roziligi, kasallarni roziligini, kasallarga qarash mashaqqati bir nimadan darrov xafa bo'lib, juda qiyin. Kasal boqqan odam biladi-ku, ularni insulinlarini ko'tarishingiz kerak. Hamma narsasini ko'tarib qilishda, yo'q, men niyat qildim, endi Xudo xolasa hajga boraman deganman-da. Xo'jayinimga aytganmanki, adasi deganman, hajga yozilib chiqing deganman. Yozib qo'ying, ochirib kelguncha Xudo xolasa hajga anaqa qilsa boramiz deganman-da. Shunaqa desam, xo'jayinim aytganlarki, niyat qarang. Men Xudo xolasa bez ochirib ketaman deganlar. Mashallah. Yozilib qo'ying, endi kim biz ochirib jo'natarkan deganman-da. Mayli, xo'p deganlar, yozilganlar-da. Qarang, farishtani ominini deb bizani haj ochirib kelguncha
qaynagachim erlari yozilishgan edi, ular erlari o'tib qolganda, olamdan o'tganlarda bularga haj kelib turibdi. O'rinlariga. O'rinlariga bizdan ochilib kelmasdan ketganlar xo'jayinim. Ular Va o'zlari opalari bilan ketgan. Opalarni eri o'lganlar. Opalarni erlari o'lganda niyatga aytyapman-da, qarang, xo'jayinimlar men besochirib ketaman deganlar. Qanaqasiga besochirib ketasiz, mahalladan yuboryapti-ku deganman. Siz hozirda farzandlaringizga o'zingizni do'st deb bilasizmi yoki ona? Ham do'st, ham ona. Do'stlik paytida kelganda do'stlik bilan maslahatlashamiz. Onalik anaqasi kelganda onalik bilan gaplashamiz. Sizlar sovchi orqali turmush qurgansizlar shunday. Ha. Oldindan tanish bo'lmagansiz. Ota-onamdagi bo'lmagan. Keyinchalik-chi, turmushda ham baribir har xil tafovutlar yuzaga keladi, chiqisha olmaslik holatlari. Bu vaziyatlarda siz qanaqa yondashasiz? Turmushda обязательно har doim bilamiz, ya'ni birinchi 5 yillik loyihalanadi. Ya'ni inson insonni bir-biriga tushunib olishi uchun loyihalanadi. Lekin shu paytda erkak kishining o'rni rosa katta muhim ekan. O'shaning uchun ham Alloh taloq degan so'zni erkak kishiga bergan ekan. Va bu davrda o'shaning uchun aytdim-ku, men sochi oqarganlari ko'p ayolimga tegishli edi. Bu davrda faqat va faqat uni o'stirish, rivojlantirish. Nimaga ularga minnatdorchilik bildiradigan tomoningiz ham bormi? Men muvaffaqiyatli erkakni ortida ayol turadiganda faqat onani Yo'q, minnatdorchilik degan anaqa. O'zi holatda islomda ham aytilgan, ya'ni ayolingni bitta qiladigan yaxshiligi bo'lsa ham o'shan bilan sevgin degan anaqasi bor. onalar nomidan bitta javob bersangiz. Onalar farzandidan qaysi so'zlarni, qaysi harakatlarni kutadi-yu, ko'pincha farzandlar buni bermaydi. Ya'ni siz ham, sizda menimcha bo'lmagan, chunki juda ham mehribonsiz farzandlaringizni. Lekin ko'p onalar shu bolasidan kutib qoladi. Mehrni kutadi. Ko'p qariganda onalar bolasidan mehr kutadi. Mehribonlik kutadi, ish bilan bo'ladi, o'zi mehribon bo'ladi u farzandlar. Ona otasidan nima bo'layotganini so'rashmaydi-da, ona ko'proq boladan qariganda mehr kutadi. Oldida gaplashib, suhbatlashib, chiroyli gaplashib o'tirishni kutadi. Chunki qariganda ishi kam, bekorchi bo'lib qolishadi. Bo'sh vaqti bo'ladi. Shuni kutadi. Siz yaxshi tadbirkor, yaxshi motivatorsiz. Farzandlaringizga shunday motivatorni kurslarida qatnashishga sizdan ruxsat so'rashsa, farzandlaringiz siz oldingizga kelib, boshqa bir motivatorni darsini olishmoqchiligini aytishsa, ularga birinchi beradigan javobingiz nima? Albatta ham deyman. Ya'ni ko'p joyda yuboraman. Masalan, ayolim juda ko'p joylarga borishiga, ya'ni sharoit yaratganman. Nega? Chunki inson 5 ta emotsiya bilan ma'lumot oladi-da va bu ma'lumot o'zgartirishga sabab bo'ladi. Ya'ni bir insonni, masalan, Alloh yaxshi ham sizni menga bergan ekan degan so'zni ko'p eshitishni boshladim. Nega? Chunki inson qaysidir insonlarni ko'rganda va o'tda o'tirgan boshqa insonlarga o'zini solishtirgan paytda o'zini qaysi darajadaligini sezib qoladi. U narsani ko'rmasa, u narsani bilmasa, unaqa holatda his qilmaydi. His qilish uchun solishtirishga nisbatan his qilmaydi. His qilish uchun bu narsalarga sharoit yaratiladi. Yoki qizim bo'lsa ham birinchi savolim, masalan, ayolimga nisbatan ham, qizimga nisbatan ham u kim deyman. Birinchi savolim u kim deyman va izlanish qilaman. O'sha berayotgan ma'lumoti haqida haqiqatda tajribasi bormi? Agar haqiqatda tajribasi bo'lsa, borishini istayman, o'zim istayman. Hattoki o'zim olib boraman. O'zim ya'ni bu narsani xohlayman. Bilasizmi nega? Men qizimga nisbatan endi ota-onalarga foydali bo'lish uchun aytmoqchiman. Buni adamlar ham menga qilganlar. Yaxshi ko'rgan inson bilan uchrashtirsangiz, quloqlar ochiladi va eshitish oshadi. Ya'niki biz ota-ona bo'lib farzandimizga mamini qil deb har doim aytib kelganmiz. Lekin xuddi shu gapimizni o'sha qizni kumiri, ya'niki yoqtirgan insonidan eshitsa borku, 70 marotaba kuchli bo'ladi. Va bu narsa haqiqatda ishlaydi. Qilishligini tavsiya qilgan bo'lardim. Sababi hayron qolasiz, o'zingiz bir qilib ko'rishinglarni xohlardim. Ya'ni qizingizdan so'raysiz,
sizni kumiringiz kim deb mana shu odam deyiladi, boriladi, uchrashtiriladi. U kumir aytayotganda boru qizim yozib o'tiradi undan qilibdi. Bundoq qaryapman, qizimga qarayman, unga qarayman, lekin o'sha odamni gapini men salkam har kun aytaman. Lekin u qadar ta'sirli emas. Chunki bizda manfaatlar to'qnashuvi bor. Chunki buni otam xohlayapti deb o'ylaydi va otasi gapirganligi uchun unda amaliyot kam bo'ladi. Lekin uni o'zini yoqtirgan inson gapirsa, bu narsani amaliyoti, ya'ni amalga oshirish imkoniyati oshadi. Shu paytga qadar otangiz va onangizga bera olmagan savollaringiz bormi? So'rashni juda ham xohlaydigan, lekin so'ra olmagan, haddiy sig'ib so'ra olmagan savollaringiz bormi? Yoki haddiy sig'ib ayta olmagan gaplaringiz bormi? Men hozir yo'q degan bo'lardim, hozir kelmayapti. Nega kelmayapti desangiz, chunki men odamlar bilan hayron qolasizlar, agar ko'rib, momoqdan ko'rib qolsanglar, bu ota o'g'il emas deyishinglar mumkin. Do'stdek. Chunki har doim shunaqa bo'lib kelgan. To'g'ri, yoshligimda ota sifatida ko'rgandirman, lekin esimni tanib balog'at yoshidan o'tganimdan keyin men bilan faqat do'st bo'lganlar. Hali ham shunaqa, sababi uyga kelaman, boshqa xonaga olib kirib ketilinadi, haqiqiy ochiq suhbat bo'ladi. Fikrimni to'liq aytishim odamlarga ham xursand bo'ladilar va meni ham to'g'rilaydilar. Shundoq ham aytadilar, bir xil holatlarda bo'ladi. Umidjon, mana buni qilsang yaxshi bo'lardi desalar, men qabul qila olmaydigan holatim bo'ladi. Bir xil payt qabul qila olmay, nega bu yaxshi anaqa emas-ku desam, kuladilar. To'g'rilashga harakat qilmaydilar. Bundoq qaranglar, men ham seni yoshligimda xuddi shunaqa fikrlagan bo'lardim. Lekin hozir aytganimni qilsang, meni yoshimda to'lganingdan keyin xursand bo'lasan. O'sha holatda men o'zgartiraman. Agar qarshi fikrdagi narsaga yoki g'oyaga boshqa fikrni bildirsalar-yu va ichida shu so'zni ishlatsalar, men ko'z yumib qilaman. Qilgan holatlarim bo'lgan. 10 yil oldin bo'lgan bo'lsa, hozir yaxshi ham qilgan ekanman deyman. Natijasini ham ko'rdingiz. Natijasini ham ko'rdim. Bugungi onalarga nima degan bo'lardingiz? Yosh onalarga. Yosh onalarga qarang, mehr bersa, albatta bolasiga mehrli bo'lsa, yemishga e'tibor bersa, halol yedirsa, ikki qashlikdan Alloh o'zi bolani ona niyatini to'g'ri qilib, Allohdan to'g'ri niyatla so'rasa, halol rizq bersa, bolasi juda tarbiyali bo'ladi. Ona ota o'zi tarbiyali boladan tarbiyasiz bola tug'ilmaydi. Ona ota o'zi tarbiyali bo'lsa, to'g'ri yo'lda yurgan bo'lsa, bolalari juda chiroyli bola farzand bo'ladi. Men bularga ortiqcha nima bermaganman bolalarimni hech qaysiga. O'tkazib olib tarbiyaga. Lekin adamimizda bor, darrov uyga olib kirib, o'zlari gaplashib, bo'layotgan ishlari, bo'layotgan anaqalarni muhokama qiladilar. Lekin men u bolamni shunda o'ziga ishonib, chunki ishonaman, bolam halol yedirgan bo'lsa, Xudo xolasa oxirigacha yaxshi bo'ladi. Men ko'nglim to'q bolamdan. Ularga minnatdorchilik bildiring. Hozir kamera oldida. Mumkin bo'lsa. Qancha minnatdorchilik bildirsa kam, odamlarga ham, onamlarga ham. Nega kam desa, chunki ota-ona ertalab "Hoy o'g'lim, ehtiyot bo'l" yoki kechqurun kech kelsam kutib o'tirib, "Bolam keldingmi?" degan so'zlarini aytishligi bir xil payt juda qattiq o'tadi. O'shanga qaysidir ma'noda vaqtlar ajrata olmay qolaman. Ishim bo'lib, xalq bo'lib, o'sha jamiyatning ichida ishlab, o'shanda onam bir gaplari meni o'ylantiradi. "O'g'lim, bu qadriga biz ketgandan keyin his qilasan, undan oldin his qila olmaysan" deyiladi. Lekin ichimda shu narsani his qilmaslikni istayman. His qilmaslik uchun vaqt ko'p ajratish kerak va ko'p bo'lish kerak. Shuning uchun ota-onamdan yuzdan mingdan minnatdorman, lekin men rahmat aytishdan ko'ra uzr so'ragan bo'lardim. Qaysidir paytlarda vaqt ajrata olmayotganim bo'lsa, 1000 bor uzr derdim, chunki bilishadi. Xizmatlarda yuribman, shu joylarda yuribman, xalqqa nisbatan ko'proq bo'lyapti, lekin ota-onamga nisbatan kerakli vaqtni ajrata olasammi, ajrata olsammi desa, men ham deya olmayman. Ham deyish, mana shu eng katta uzrim bo'ladi.
harakat qilaman har doim. Faqat chet elga olib chiqib ketib harakat qilaman, chunki O'zbekistonda juda qiyin, chunki Imkonsiz. odamlarni onamlarni olaman, chetda tabiatda olib chiqib ketib harakat qilaman. Ba'zi vaqt odamlarga majburan aytaman, yo'q deb tursalar ham bilet olib olingan deb turamiz. Shunga qilaman, lekin bular ham 100% kam deb bilaman. Ya'ni ota-onam hozir ayniqsa kechqurunlarda, vaqtlarda yoki boshqa holatda ko'proq vaqt sarflashim kerak deb bilaman. Otajon, onajon, rozi bo'ling. Atrofda farzandingiz bosib o'tayotgan yo'liga nisbatan tanqidlar bo'lganmi? Bo'lgan. Bekor u yoqqa yubording, bekor bunaqa qilyapsan. Ha. Shularga qanaqa qarshi chiqib qolgansiz? Qarshi chiqmaganman. O'zimni shu Amerikaga jo'natib yuborganimda bu o'qishga emas, ishga jo'natdi. Bolasini, bitta o'g'lini deyishgan, chetga chiqardi deyishgan, o'qishga emas, ishga chiqarib yubordi degan tanqidlar bo'lgan. Yolg'iz o'g'lini qanaqa o'qishga kiribdi o'tdi degan tanqidlar bo'lgan. Lekin o'sha tanqidlarga men ularga javob qaytarmaganman. Chunki Alloh tepamda ko'rib turibdi-ku niyatimni, hammasini. O'sha gapirganlar o'zi vaqti kelganda tushunib olishdi. Qanaqa bo'lganini. Ularga ortiqcha gap gapirmaganman men hech ham. Tanqidlar bo'lgan, nimaga yubording o'g'lingni, nima qiladi, nima qilyapti, qaysi o'qishda o'qiyapti degan. Endi o'qimagan odamga tushuntira olmaysan uni. Javobni natijalar o'zi berib qo'ygan. O'zini Alloh vaqt ko'rsatadi. Hamma narsaga vaqt davo deyman. Har bir narsaga inson o'zi sabr qilsa, sabrda chiroyli o'tirsa, Alloh yo'lida bo'lsa, to'g'ri bo'lsa, bolasidan yomon narsani kutmaydi, har doim yaxshi narsani kutadi. Mashalloh. Kun kelib farzandlaringiz sizga qaysi savolni berib qolishlaridan qo'rqasiz? Hech kim so'ramagan ekan bu savolni oldin. Qaysi savolni? Men ham o'ylab ko'rmagan ekanman. Mana bitta qo'rquvim bor, lekin uni farzandlarimdan kelishidan emas, umuman bu savoldan qo'rqaman. Bu holatdan qo'rqaman. Alloh bilan qo'yilgan sviyazni uzilmasligini xohlayman. Uzilib qolishidan qo'rqaman. Juda qo'rqitadi. Chunki bir xil holatlarda sinovlar kelgan. O'sha sinovda shu holatda himmatini uzilib qoldi degan qo'rquv kelib qolgan. Chunki aqlan Umidjon shu ish qildimi desa, ishonmaydigan holatda qanaqadir uzilish bo'lganda, lekin u menga signal bo'lib kelgandek deb bilaman. Ya'ni senga mana signal berdim. Hamma narsa aql bilan bo'lmaydi. Hamma narsa seni yo'lingda emas, ixtiyoringda emas degan holatda bitta sinov kelgan. Hattoki men hozir men degan so'zni mizga o'zgartirsammikin deb ham gapirishga o'ylanib qolganman. Chunki men degan so'z eng katta kibrga yo'naltiruvchi qism deb qarayman-da. O'shaning uchun hozir aytganimdan keyin astag'firulloh deb qo'yaman. Lekin mizga o'zgartirib gapirishim endi hozir ya'ni qiymat qo'shaylik deb gapirilayotganligi uchun men ishlatyapman, lekin harakat qilish kerak. O'zi aslida meni yo'qotib turib, ko'p narsaga Alloh sanaga missiya bergan va shu missiyang bilan shu hayotga kelgansan va shu missiyang bilan ketasan degan narsada yurish kerak ekan. Chunki men missiyamda ketayotgan paytimda, chapga, o'ngga burilayotgan paytimda Alloh o'sha bitta urib to'g'rilab qo'ygan holati bo'lganda va buni aqlan o'zimni kontrolimda bo'lmagan. Va unga shunaqa tochka kelganki, ko'rdingmi degan. O'shaning uchun ergashuvchanlik va missiya yoqadigan narsa o'zi asli missiyada. Insonga nimani yoqtirishni bergan bo'lsa, o'zi aslida o'sha katta missiya deb bilaman. O'shanga barakasini bergan, o'shanga intilish kerak va o'shanda yurish kerak degan fikr kelib qo'ygan. Eng qo'rquving qani desa, shu qo'rquv uzilishdan qo'rqaman. Siz ko'rdik, yaxshi bog'bonlarning farzandisiz. Nima deb o'ylaysiz? Siz qanday bog'bon bo'lyapsiz? Menda bir holat bo'ldi, ya'ni buni odamlar aytib qoldi. Men baribir otamdek bo'la olmadim deb qoldi. Shunda demak men ham
o'ylayotganim to'g'ri ekan dedi qoldim. Chunki men ham otamdek bo'la oldimmi desa, menimcha hali yo'q. Lekin o'xshab boryapsanmi desa, ha. Shu yo'ldagi odam. Bo'la olaysanmi desa, anaqa qiyin. Juda qiyin. Adamlar, mani hayotimda bitta o'y bor. Adamlar yoshlikdan to katta bo'lguncha birov uchun yashaganlar deb o'ylayman. Ya'niki hammani dardi adamda bo'lgan deb o'ylayman. Butun qarindoshlarni, yaqinlarni, hattoki kim bir eshikdan eshik taqillatib ketsa ham bor-ku, o'shaning dardi ham adamlarda bo'lgan deb o'ylayman. Adamlarni adalarini esa hayron qolaman. Oylik olgan paytda oyimlar aytib beradi. Endi dodamni ko'rmaganman. Nega dodangiz qalla desa, vaqtida kelmasalar, bugun oylik olganlar, u 100 kilometr naridagi odamni ko'rib kelgan. Chunki qo'shnilarga chiqqanimizda qo'shnilardan eshitasiz, dodangiz mana shu uzumni ham uzdirtirib, hammaga tarqatib chiqarganlar. Adamlar men dodamdek bo'la olmayman deb aytdilar. Men Otamdek. Adamlardagi bo'lish orzu. Inshaalloh nasib qilsa farzandlaringiz ham inshaalloh sizdan faxrlanib, xuddi shu kabi so'zlarni eshitsin. Yillar o'tgandan keyin ularning rohatini ko'ring. Suhbat uchun kattakon rahmat. Agar yana boshqa fikrlaringiz bo'lsa, gaplaringiz bo'lsa, yoshlarga, yosh otalarga, onalarga beradigan maslahatlaringiz bo'lsa, yana qolib ketgan gaplar bo'lsa, aytsangiz bo'ladi. Bo'lmasa gap. Endi butun holatni, vaziyatimizni 1 soat yoki 1,5 soatga sig'dirish qiyin, lekin ota-ona farzandini kelajagi uchun juda katta rol o'ynaydi deb bilaman. Farzandi uchun boridan kecha oladigan ota-ona bo'lar ekan. Hamma narsani bera oladigan ham ota-ona bo'lar ekan. O'shaning uchun nima qilarding desa, men ota-onalardan iltimos qilib so'rardim. Juda iltimos. Hattoki xuddi shu iltimos o'zimga tegishli deb bilaman. Farzandlar bilan vaqtni ko'proq sarflash kerak ekan. Chunki sizni yugurganingiz ham, harakat qilganingiz ham, agar farzandlar bilan vaqtni to'g'ri mehrni vaqtida bermasangiz, u mehr sizga hech qachon qaytib kelmas ekan. Va bunga 100% yashirkanman, farzandlarimni ko'rarkanman, bu narsaga amin bo'ldim. Xuddi shunaqa ota-onam menga aslida shunaqa bo'lishganligi uchun va bu narsani takrorlash kerak deb bilarkanmiz va takrorlash hamma narsadan ustun turardi. Ya'niki hozir ijtimoiy tarmoq chiqdi, boshqa holatlar bo'ldi. Bu narsalar uzaytiryapti. Farzandlar bilan bolalar borsa, o'sha farzandlarga telefonni berib qo'yilyapti. Bu narsani qanaqadir qilib bo'lsa ham tuzatishingiz kerak oilada. Bu juda ham xavfli deb qarardim. Iloji boricha ko'proq vaqt sarflashligini istardim. O'zing qanaqa yechyapsan desangiz, men faqat va faqat o'tga olib ketib yechyapman. Ya'niki uydagi holatda rosa qiyin bo'ladi, chunki bu kim chiqib qoladi, telefon bo'lib qoladi, chalg'iysiz. Men o'zimga nisbatan aytaman. Ayolim men xuddi shunaqa harakatda qiladi, lekin baribir hozir ijtimoiy tarmoqlar, telefonlar juda qattiq muammo olib keltiryapti va mehrni uzoqlashtiryapti. Shu bois ota-onalarga, shu jumladan o'zimga farzandlarga ko'proq vaqt ajratishni birinchi o'rinda o'zim istamayman va qolganlarga tavsiya qilaman.